Deputatlar xalq va davlat o'rtasidagi muhim ko'prik. Ular hududlardagi islohotlar ijrosini o'rganib, aholi muammolarini tinglaydi. Fuqarolar takliflarini qonunchilik jarayoniga olib kirish orqali joylardagi dolzarb masalalarning yechimiga xizmat qiladi. Ana shunday o'rganishlar doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi vakillari Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. O'rganishlar Beruniy tumanidan boshlandi. Dastlab delegatsiya tumanning yirik eksportchi korxonalaridan birining faoliyati bilan tanishdi. Bugungi kunda bu yerda 450 nafar xotin-qiz doimiy ish bilan ta'minlangan. Ishlab chiqarilayotgan tayyor trikotaj mahsulotlari esa Rossiya Federatsiyasiga eksport qilinmoqda. Korxonada zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan, xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratilgan. Men Beruniy tumanidagi Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'iniga keldim, chunki bu yerda yo'l infratuzilmasini to'g'irlash, piyodalar yo'lakchasini zamonaga mos tarzda ta'mirlash uchun o'z ovozimni berdim va bugun bu yerda ishlar boshlab yuborgan. Bizning farzandlarimiz bizning asosiy e'tiborimizda, ular e'tibor markazimizda bo'lishi kerak. Ularning xavfsizligi bizning eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham men aynan mana shu yo'l infratuzilmasiga o'z ovozimni berdim va bugun mana shu Mustaqillik mahallalar yig'inida nuroniylar bilan uchrashdim. Ularning yuzidagi xursand, shukronalik meni yanada to'lqinlantirdi. Chunki mana shu prezidentimizning olib borayotgan islohotlarning bugungi kunda ko'rinib qolgan natijalaridan aholi juda ham xursand. Uchrashuv davomida Oliy Majlis deputati tashabbusi bilan Mustaqillik mahallasida 2,3 kilometr piyodalar yo'lagini barpo etish uchun 1 milliard 600 million so'm mablag' ajratilgan. Mazkur loyiha mahalla aholisi, ayniqsa 28 va 42 sonli maktab o'quvchilarining xavfsiz va qulay harakatlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kabi tashabbuslar fuqarolar murojaatlari asosida hududlarda amaliy ishlar izchil olib bolayotganining yana bir yorqin ifodasidir. Hozir men qattiq hayajondaman. Ne uchun desangiz, rayonimizda 3 ta mahallaga shunday bir imkoniyat, bir e'tibor berilibdi. Endi hayron qolasiz. Davlatimiz rahbari, prezidentimiz tomonidan 5 milliard so'm qaralibdi. O'g'illarimiz, farzandlarimiz maktabga boradigan trotuarlar asfalt qilinатын bo'pti. Oyoqlari lay bo'lmay, bir balaga qamay maktablarga borib kelish uchun bu katta e'tibor, katta xalqimizga ko'rsatayotgan g'amxo'rlik, prezidentimizning qat'iy irodasi, islohotlarning amalga oshayotgani deb bilaman. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lib, mana shunday osoyishta hayot kechirayotganidan barchamiz quvonchdamiz. Deputatimiz tashabbusi bilan 1 milliard 600 million so'm pul qaratildi va bizlarga o'quvchilarimiz uchun, maktab o'quvchilari, bolalar bog'chadagi bolalar uchun piyodalar yo'lakchasi qurilatan bo'ldi. Bu bizlarga katta quvonch olib keldi. Xalqimiz juda xursand bo'ldi bundan. Avval juda tushkun kayfiyatga tushib qolib bo'lmadik deb qo'shaloq bayram bo'lib ketdi bu. Bundan tashqari prezidentimizning qaroriga asosan mahallamizga yangi O'zbekiston qiyofasi beriladigan bo'ldi hamda respublika byudjetidan 5 milliard so'm mablag'lar ajratildi. Bu esa mahallamizning yanada farovon, obod bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi. Fuqarolar ham, hamma odamlar juda xursandmiz. Bu biz uchun mustaqillik arafasida bo'lgan qo'shaloq bayramlar bo'ldi. Hududlarda amalga oshirilayotgan bunday loyihalar aholi turmush sifatini yaxshilashga, fuqarolar murojaatlarini amaliy hal etishga va hududlarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan ishlarning izchil davom etayotganligini ko'rsatadi. Еркін дариям, еркінліктің есігі, таңлайымда татыр елдің көсігі. Бозатауым, бостандықтың бесігі, президент қайта құрған Бозатау. O'rganishlar Bo'zatov tumanida davom etdi. Deputatlar va partiya vakillari dastlab yaqindagina o'z faoliyatini boshlagan Bo'zatov sanatoriyasida bo'lib, tibbiy xizmat sifati, ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar hamda aholiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi.
Usul yerga birinchi marta keldim. Biroq Xudoga shukr, Gruziyaga ham borib demalaman, har yili Borjoniy palasiga, Toshkentga ham borib demalaman. Har yerning o'ziga jarasqli, o'zgachiligi bor. Bu yerni ham unadi menga. Men birinchi marta keldim. Zatab sanatoriyasi yaxshi. Hamma usloviyalari, vrachlarimizga da gap yo'q, medsestralarimizga da ovqatlari sonday yaxshi, mazali. Жақсы демалып жатырмыз. Келгелі бері өзгеріс бар, настроениялар зор. Президентімізге рахмет, осындай шариатларды жаратып берген халқымызға. Shundan so'ng delegatsiya tumandagi tekstil korxonasida bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari, zamonaviy texnologiyalar hamda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash borasidagi ishlarni o'rgandi. Korxona hududda yangi ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Prezidentimizni Qoraqalpog'istonga berayotgan e'tiborlari, aynan Qoraqalpog'istonni shu iqtisodiy rivojlantirish, ijtimoiy rivojlantirish deganda mana sizga ham ijtimoiy rivojlanish, ijtimoiy adolat ta'minlanadi. Mana xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlanishadi, uyda quruq o'tirib qolishmaydi. Daromad topishadi va oila tinch bo'ladi eng asosiysi. Shu bilan birga ijtimoiy adolatlik ham ta'minlanadi. Bu albatta davlatimiz rahbari tomonidan Qoraqalpog'istonga bo'lgan alohida e'tibor desak, hech ham adashmagan bo'lamiz. Siz xursandmisizlar? Shu ayollar qanday ishlashyapti bu yerda? O'zlari kelishyaptimi? Ish bilan ta'minlanish qanaqa? Yana ish o'rinlari bormi? Albatta, hammamiz juda yuqori kayfiyatda ishimiz olib boryapmiz. Hozirgi kunda 107 hayal qiz hamda yer bolalarimiz ishimiz bilan ta'minlangan bu yerda. Tekardan ishlab chiqarib o'tirgan zotlarimiz eksport chet ellarga, Rossiya, Qozog'iston mamlakatlarine eksport bo'lib ketib o'tirdi. Tikkan zotlarimiz bundan bizlar albatta juda quvonchliimiz. Sayropa demak, Qoraqalpoq qizlar tikkan ajoyib kiyimlar dunyoga eksport bo'ladi. Qoraqalpog'iston qizlarini ko'ring mana. Qanaqa qo'li gul qizlari bor Qoraqalpog'istonni. Va Qoraqalpog'istonning qizlari butun dunyoni mana kiyintiryapti desak ham bolalarni hech ham adashmagan bo'lamiz. Bu albatta bizning qizlarimizning bugungi kunda o'z faoliyatlarining natijasi. Albatta, asrasa uyda o'tirgan hayal qizlarimiz bu yerda жұмыс bilan bandlansa juda yaxshi bo'lar edi. Yilida жұмыс o'rnimiz ko'p, ishlab chiqaruga talab juda yuqori. So'g'an loyiq odam sonida kerak, ko'p kerak. Tashrif yakunida deputatlar Qusqonada Ovoz fuqarolar yig'inida mahalla faollari va saylovchilari bilan uchrashdi. Muloqot davomida fuqarolar tomonidan bildirilgan taklif va murojaatlar tinglanib, ularni hal etish, mahalla institutini yanada mustahkamlash hamda amaldagi qonunchilikni takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Siz o'ylaysizmi, shu taklifingiz keyingi kelganimizda o'rinlanadi yoki o'rnida bo'ladi degan bir fikr bormi sizda bugungi kunda? Seni men taklif berdik, xohlasiz o'rinlanadi degan umiddamiz. Albatta biz byudjet qo'mitasi bilan maslahatlashgan holda bu taklifni bajarishga harakat qilamiz, chunki qaysidir aholi manzilida o'sha aholi soni kam bo'lishi mumkin, qaysidirda ko'p bo'lishi mumkin. Bu koeffitsient asosida qandaydir amalga oshirilishi kerakdir. Biz buni takomillashtirishga harakat qilib ko'ramiz. Shu bilan birga mana yoshlarimiz bugungi kunda ko'zlari yonib turibdi. Bular ham taklif berdilar, ya'ni Qoraqalpog'istonda 4 ta tuman o'sha kredit bo'yicha 18% dan 12% ga tushirilgan. Bular ham taklif berdilar 12% ga tushishga. Sizni umidingiz qanday bizni kelganimizdan? Juda katta umidlarimiz bor yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun albatta. Shu 18% kreditlar ajratilmoqda hozirda yoshlarga, shuni 12% ga tushirishni taklifga kiritdik. Taklifni ham o'ylab ko'rishimiz kerak, chunki Bo'zatov tumani yangi bo'lgani bilan, ya'ni bu yerda aholi soni hozircha kam bo'lganligi uchun ham bu yerda o'sha faoliyatni, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun, o'z faoliyatlarini olib borish uchun ham albatta kredit olib, undan foydalanishmoqda yoshlarimiz. Buni albatta biz ko'rib chiqishimiz zarur deb o'ylaymiz. Albatta biz bugun mana Bo'zatov tumanidagi juda katta imkoniyatlarni ko'rdik. Aynan mana shu islohotlar natijasini ko'rdik. Davlatimiz rahbarining har bir qarorining natijasini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Buni xalq o'zi ko'rib, his qilib turibdi. Lekin shu bilan ham bir kichkina muammolarimiz hali ham bor. Biz albatta bu yerda bo'lishimizdan maqsad ham shu. Aynan hududlarda bo'lib, o'sha muammolarni aniqlab, ular bo'yicha qonunchilikka taklif kiritish, qonunchilikni yanada takomillashtirish orqali mana shu kichik muammolarni hal qilish. Bunga bizda barcha imkoniyatlar bor, biz harakat qilsak bo'ladi. Hududlarda o'tkazilgan bunday uchrashuv va o'rganishlar deputatlik nazoratini kuchaytirish, aholi bilan ochiq muloqotni kengaytirish hamda joylarda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.